Merakiga yetib keldim. Mana shu manzilni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. O tomonda aytgan edim. Borganimdan keyin aytaman manzilda. Bu Meraki mana shu ko'p odam havas qiladigan hozirgi vaqtda mana shu yerda dor yo'llari 25-yilda qurilib, mana ko'ryapsiz sayyohlar oqimi qanchalik ko'p. Men o'zim ham Merakiga birinchi marta kelib turibman, chunki Surxondaryo, Qashqadaryo va boshqa hududlariga ko'p borganim bilan aynan Merakiga kelmagan edim. Orqadagi mana suv omborni ko'ryapsiz. Odam huzur qiladi, lekin bu yerda suv sig'imi ancha past ekan, bizdagi To'sinsoydagidan ham kam. Suvlar bo'tana bo'lib ketibdi, ranglari o'zgarib, suv kam, hatto To'sinsoydagidan suv kam. Agar bu Xo'jaqo'rg'on suv omborini hisoblasak, uni oldida bu yarimicha ham chiqmaydi. Demak, bizda hududga mana shunday turizm maskanlarini qurish kerak ekan. Lekin rahmat, mana shu tumanimiz hokimi shu hozirgi kunda Fazliddin Qur'onish Ro'ziyev mana shu dam olish turizm maskanini qurish loyihasini 45 gektarga mo'ljallab qilgan. Hozir mana shu loyiha ustida ish ketyapti deb eshityapmiz. Xudo xolasa qurilish ishlari ham boshlanyapti deyapti. Bizga mana shunday motorli qayiqlarda mana shunday Xo'jaqo'rg'on suv omboriga ham kiritib dam olish maskanlarini rivojlantirishimiz kerak. Qarang, mana shunday bitta Meraki tog'li hududda, mana shu Qashqadaryo Kitob tumanida. Nega endi bizga ham yarashmas ekan? Yarashadi. Bizda ham tog'larimiz bor, Zarband tog'larimiz bor, Oqtov bor, Andax tog' bor, Moybuloq, Yonbosh. Xullas, tog'li hudud bizning Ishtixon hududimizda ham juda ko'p. Shuning uchun bir yaxlarga ham bir nimalarni loyihalashtirib, bir choralarni ko'raverish kerak. Hammangizga rahmat kuzatayotganingiz uchun. Xullas, shunday.